Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan migrenning eng kam uchray turgan murakkab turlari haqida gaplashamiz. Agar migren haqida va uning turlari haqida oldingi videolarimizni ko'rmagan bo'lsangiz, kanalga o'tib, o'sha videolarni ko'rishingiz mumkin. Migrenning murakkab turlaridan biri bu bazilar migren. Bazilar migren bu bosh og'rig'i boshlanishidan oldin bemorda bosh aylanishi, nutqning buzilishi, quloqda shovqin yoki shunga o'xshash holatlar kuzatiladida, so'ng shu simptomlar o'tib ketgandan keyin bemorda kuchli bosh og'rig'i, ya'ni migrenoz bosh og'rig'i boshlanadi. Ayrim holatlarda yuqorida aytib o'tgan simptomlar, ya'ni shu nutq buzilishi, tam boshda aylanishi yoki bo'lmasam ko'zda ikkita ko'rish, bu holatlar og'riq boshlangandan keyin ham ketmaydi. Ayrim holatlarda ketadi. Va bu ham 4 soatdan 72 soatgacha bo'lishi mumkin. Bu migren turi bazilar migren deb ataladi. Bu murakkab turlarga kiradi. Bosh og'rig'i qolgandan keyin barcha simptomlar bular hammasi o'tib ketadi. Ikkinchisi bu gemipletik migren. Bu ham murakkab migrenning bitta turi bo'lib, gemipletik ya'ni yarim degani gemi. Bemorning tanasining yarmi ishlamay qoladi. Bitta qo'l, bitta oyoq ishlamay qoladi. So'ng biroz vaqtdan so'ng bemorda kuchli bosh og'rig'i boshlanadi. Ko'pchilik buni insult bilan adashtirishadi va ko'pchilik skoriy chaqirib, markaziy больницаlarga borib, u yerda kompyuterning tomografiyadan o'tishadi, lekin hatto insult belgilari chiqmaydi. Bosh og'rig'i to'xtagandan keyin, migrenoz bosh og'rig'i to'xtagandan keyin tananing yarmi yana ishlay boshlaydi. Buni gemipletik migren deyishadi va buni ko'pincha insult bilan diagnostika qilishga to'g'ri keladi. Shu yerda yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Gemipletik migren bilan TIA ham o'xshab ketadi. Ya'ni tranzitor ishemik ataka, ya'ni bu 24 soat ichida o'tib ketuvchi tanadagi holsizlik. Ya'ni bunda ham tananing yarmi ishlamay qolishi mumkin, lekin u 24 soat ichida o'tib ketadi. Buni tranzitor ishemik ataka deyishadi, TIA deb atashadi qisqacha qilib. Buning gemipletik migrendan farqi, bunda bosh og'rig'i bo'lmaydi. TIAda va migrenning qo'shimcha simptomlari, ya'ni hid yoqmasligi deyilgan yoki bo'lmasam yorug'lik yoqmasligi, shunaqa holatlar TIAda kuzatilmaydi va bosh og'rig'i ham bo'lmaydi. Esda tutish lozim, gemipletik migrenda triptan dorilarini, ya'ni o'sha sumamigren, shu rizaptan, ya'ni triptan dorilarini berish mumkin emas aslo, chunki bu haqiqiy insultga olib kelishi mumkin. Uchinchisi bu oftalmoplegik migren. Oftalmoplegik migrenda bemorda ko'zni harakatlantiruvchi muskullar, ya'ni o'ngga, chapga, tepaga, pastga qaratuvchi muskullar falajlanib qoladi va buning oqibatida bemor ko'zni harakatlantira olmaydi. O'ngga, chapga yoki kuchli og'riq bo'ladi ko'zning atrofida yoki bemor o'ngga yoki chapga qarayman deganda bemorda kuchli ko'z atrofida, ko'zda og'riq bo'ladi va bemorda migrenoz og'riq bilan birga kechadi bu. Ya'ni ham bosh og'riydi, ham ko'z og'riydi, ham ko'zni harakatlantira olmaydi. Bu ham migrenning murakkab turlariga kiradi. Bu og'riqlar ham 3 kungacha davom etishi mumkin va bosh og'rig'i qolgandan keyin yuqoridagi simptomlar qaytib ketadi. Yana bemalol ko'zni harakatlantirishi mumkin. To'rtinchisi bu retinal yoki oftalmik migren ham deb ataladi. Bular ham murakkab turga kiradi. Bunda bemorda bosh og'rig'i bilan birga ko'zda ko'rmay qolish bo'ladi. Ya'ni ko'zda yoki bitta ko'zning yoki ikkita ko'zning ko'rmay qolishi kuzatiladi. Bosh og'rig'i o'tib ketishi bilan yana ko'z ko'ra boshlaydi. Bu ham migrenning kam uchray turgan turlariga kiradi. Beshinchisi bu vestibulyar migren. Vestibulyar migrenda kuchlik bosh aylanishi kuzatiladi. Bu turga, ya'ni vestibulyar migrenga tashxis qo'yish biroz murakkab bo'ladi, chunki bu kam uchraydi va ko'pincha bosh og'risiz ham o'tishi mumkin. Ya'ni kuchli bosh aylanishini o'zi ham bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda bosh aylanishi bilan birga bosh og'rig'i ham birga kechadi. Ayrim holatlarda bosh aylanishini o'zi bo'ladi. Bunday holatlarda vestibulyar migrenda Menier kasalligi bilan differensial diagnostika qilishga to'g'ri keladi. Lekin bitta farqi, bunda vestibulyar migrenda shu shovqin yoqmasligi yoki hidlar yoqmasligi, yorug'lik yoqmasligi bo'ladi. Menier kasalligida bunaqa bo'lmaydi. Bu yuqorida sanab o'tilgan migren turlari murakkab migren turlariga kiradi va bu oddiy migrenga qaraganda kamroq uchraydi. Keyingi videolarimizda migrenni qo'zg'atuvchi omillar haqida gaplashamiz. Shuning uchun kanalga obuna bo'lishni va like bosishni
unutmang.